kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qoidaga amal qilsa, hayotidagi hamma muammolarga yechim topadi va barcha orzu-niyatlariga erishadi. Diqqat qiling. Qarzdormisiz yoki bemorsiz yoki farzandingiz bemor, oqqonmi, saratonmi, boshqa kasalmi farqi yo'q. Davolata olmayapsiz. Pulingiz yo'q yoki ota-onangiz bemor, ularni davolata olmayapsiz. Yoki ota-onangizni umraga, hajga jo'nataman deb niyat qilgansiz, lekin olib bora olmayapsiz, imkoniyatingiz yo'q. Yoki qorningiz to'yib ovqat yemayapti. Yoki har oy ijara u yoqdan bu yoqqa ko'cha verib, joningizga to'yib ketgan, uy olish uchun pul yig'a olmayapsiz, pulingiz yo'q. Ijara yurib xunob bo'lib ketgansiz. Yoki avtomobil olaman deb niyat qilib necha yildan beri pul yig'ayapsiz, ola olmayapsiz. Yoki bemorlik o'zingizni ham, oilangizni ham hayotini izdan chiqarib yubordi. Yoki qumorga berilib ketib, yomon yo'llarga kirib ketdingiz. Ichkilikka berildingiz, onlayn qumorga berildingiz, firibgarlikka o'tib ketdingiz yoki sizni firibgarlar aldashdi, pulingizni olib, haqqingizni yeb ketishdi yoki ishdan haydaldingiz, ish qidirib yuribsiz, ishsizsiz. Farqi yo'q. Mana shu qoidaga amal qiling, hayotingiz tubdan o'zgarib ketadi va faqatgina yaxshiliklarni ko'rib boshlaysiz. Sizga yaxshiliklar eshigi ochiladi. Sizga muvaffaqiyatlar eshigi ochiladi. Sizga baxt va saodatning kaliti qo'lingizga beriladi. Faqatgina mana shu bitta qoidaga amal qilsangiz bo'ldi. Bu qaysi qoida? Bu Alloh biz bilan birga degan shiorga amal qilishingiz kerak. Bor g'amingizni, tashvishingizni Robbimizga topshirishingiz kerak. Yaratgan egamga topshiring va tabassum qiling. Unutmang, peshonangizga yozilgan narsa aniq keladi. Yozilmagani hech qachon kelmaydi. Va eng asosiy narsa, biz yaxshi deb o'ylagan narsada biz uchun yomonlik, biz yomon deb o'ylagan narsada biz uchun yaxshilik bo'lishi mumkin. Va hammasini yaxshi tomonga o'zgartiradigan yagona narsa bu ham bo'lsa Alloh biz bilan birga degan qoidaga amal qilish. U qoidaga amal qilish uchun nima qilish kerak desa, chin dildan amal qilish uchun ma'lum bir bilimlarni egallash kerak va bu bilimlar Fozil Muhammad Odil tomonidan Alloh biz bilan birga degan kitobga jamlangan. Shu kitobni o'qib chiqing, xoh ishoning, xoh ishonmang farqi yo'q. O'qisangiz bo'ldi. Hayotingizni tubdan yaxshi tomonga o'zgarganiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Alloh biz bilan birga.